Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqlar orqali bizni kuzatuvchilar. Bugungi ko'rsatuvimiz Advokatlar palatasining media studiyasidan olib borilmoqda. Raqamli huquqshunoslik mavzusidagi ko'rsatuvimizni dastlabki sonini boshlashdan mamnunman. Bugun juda dolzarb mavzu. Advokatura sohasida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning qo'llanilishi haqida so'z yuritamiz. Bilasizmi, agar menga bundan 5 yil avval advokatlar ishini robot bajaradi, ya'ni robot qiladi deyishganda kulib yuborgan bo'lar edim. Bugun esa bu haqiqatga aylanmoqda. Media studiyamizning bugungi mehmonlari O'zbekistonning eng ilg'or SmartLex platformasini asoschilari, raqamli huquq tizimining mutaxassislari, huquqshunos Saidullo Hasanovich va Abdulloh Sodiq bo'ladilar. Xush kelibsizlar bizning media studiyamizga. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Tinglovchilar bilan qiziqarli ma'lumotda bo'lishimizdan xursandmiz. Dastlab men suhbatimizni o'zim uchun, ya'ni men uchun juda bir qiziq bo'lgan savol bilan boshlamoqchiman. Ilgari ko'pchilik, ayniqsa keksa avlod vakillari bizning vaqtimizda hamma ishlar qog'ozda, shartnomalarni esa qo'lda yozib, muhr bosib bajarilgan va hammasi yaxshi ishlagan deb aytishar edi. Raqamli texnologiyalar, ayniqsa sun'iy intellekt bugungi kunda advokatura sohasiga nima uchun kerak bo'lib qoldi va bu shunchaki zamonamizning trendimi yoki bu chindan ham bugungi kunda umuman kasbiy faoliyatimizda qanchalik bu zarur? Shu haqida fikringiz? Juda ham o'rinli savol berdingiz. Juda o'rinli. Bilasizmi, bu masalani foto albomga qiyoslashimiz mumkin-da. Ilgari odamlar rasmga tushish uchun fotostudiyaga borilardi. Sizni davringizda fotostudiyaga borib, navbat kutib, o'chirt deydi-yu, rus tilida navbat kutib va 3-4 ta rasmga tushib, yana ma'lum vaqtlardan keyin o'sha rasmni olishga borishardi. Bu juda ham uzoq vaqt talab qilardi. Hozir esa hammasi oddiy. Bitta telefonda minglab rasmga olishingiz mumkin va bitta telefonda shu minglab rasmlarni arxivda saqlashingiz mumkin. Tezkorlik. Bu eski uslubni yomon demoqchi emasman. Bu texnologiyalar rivojlanyapti. Endi tezlashishimiz kerak degan ma'noda sizga gapirib o'tdim. Advokatura sohasida ham xuddi shunday Prezidentimiz 2022-yil 30-mayda PQ 263 sonli qaror qabul qilingan. Uning asosiy maqsadi ortiqcha qog'ozbozlik va byurokratiyani yo'q qilish. Oddiy tasavvur qiling, avvallari shartnoma tuzish uchun 3-4 soatlab vaqt ketgan bo'lsa, hozir legal tech, ya'ni sun'iy intellekt yordamida daqiqalarda shartnoma tuzishingiz mumkin. Bu nima beradi? Bu birinchidan advokatlarni vaqtini tejaydi. Sababi hozir nima advokatlarning eng katta muammosi vaqt yo'q. Birinchidan vaqt tejaydi sun'iy intellektlar. Ikkinchidan xato qilish ehtimolini kamaytiradi. Ko'proq mijozlar bilan xizmat ko'rsatish mumkinligini oshiradi va eng muhimi huquqiy xizmatning narxi arzonlashib, keng aholi qatlami uchun dostupniy bo'ladi, ya'ni qulay bo'ladi. Bilasizmi, hozirgi sizni bergan ma'lumotlaringizga qarab, bu ma'lumotlar, ya'ni bu raqamlar meni juda ham hayratda qoldirdi. Haqiqatdan ham juda ta'sirli. Ammo har qanday yangiliklarga bugungi kunda u yangiliklarni qo'llab-quvvatlovchilar ham, ya'ni tarafdorlari va qarshilari ham bo'ladi. Thomson Reuters kompaniyasi o'tkazgan taqdimotga advokatlarning xabarimiz bor, o'sha taqdimot, ya'ni so'rovnomaga advokatlarning 82% sun'iy intellekt foydali deb hisoblasa-da, atigi 51% ginasi uni o'z amaliyotida qo'llash tarafdori ekan. Sizningcha buning sababi nimada? Advokatlarning yangi texnologiyalarga nisbatan bunday ishonchsizligi nimada? Nima sabab?
Shu vaqtda ham o'z fikrlaringizni bizni qiziquvchi tinglovchilarimizga bersangiz. Endi yangi narsani qabul qilish qiyin bo'ladi. Men buni parkour effekti deb atashim mumkin. Ya'ni o'sha tasavvur qiling, tajribali futbol sportchisida. Tajribali futbol sportchisi futbolni yakunlab hokkeyga, o'sha NHL deydi, hokkey ligasiga o'tasanmi desa, u juda ham qo'rqadi. Sababi ilgari oyog'ida qopto tepgan bo'lsa, endi qo'lda shaybada hokkey o'ynash kerak edi. Bu yengillik qo'rquv bo'ladi. Qo'rquv. Advokatlarning ham ishonchsizligi shunda. Ko'pchilik advokatlar sun'iy intellekt texnologiyalarini to'liq tushunmaydi-da. Shuning uchun meni ishimni olib qo'yadi deb o'ylashadi. Ikkinchidan, ularni haqli ravishda sun'iy intellekt berayotgan javoblarga ishonishmaydi. Statistika misolida aytadigan bo'lsam, juda achinarli misol bor. Menda ham mana 2023-yil may oyida New Yorklik advokat Steven Schwartz degan advokat sud jarayonida ChatGPTdan bergan ma'lumotlarni tekshirmasdan sudni chalg'itgan. Ya'ni sudga yolg'on ma'lumotlar bergan. Natijada u to'qima sud qarorini keltirib chiqargani uchun unga nisbatan, advokatga nisbatan 5000 AQSh dollari miqdorida jarima qo'llanilgan. Endi bu yerda tadqiqotlarda kimdir o'sha sun'iy intellektdan foydalanishi, kimdir kelajakda foydalanishi rejalashtirilganligini aytib o'tishgan. Bu tabiiy jarayon, avval qarshilik, keyin esa qabul qilish. ma'nosida oldin qarshilik, keyin qabul. Hozir endi ko'payib ketyapti o'sha sun'iy intellektga ishonish. Ishonch. Shu oxirgi bu intellektga necha yildan beri masalan ko'proq talab bo'layapti. Hozir so'rovnomalar xalqaro advokatlik firmalar tomonidan so'rovnomalar o'tkazganlarni 80% o'sha sun'iy intellektdan foydalanayotganligi va 90% sun'iy intellektdan kelgusida foydalanish haqida ma'lumotlar berib o'tishgan. Smart Lex platformasi haqida eshitganmiz. Siz uning direktori sifatida platforma advokatlarga qanday aniq yordam berishini aytib bersangiz va ayniqsa bu ikki tilli shartnomalar tuzish imkoniyati haqida ham eshitganmiz. Bu haqda batafsilroq tinglovchilarimizga yoritib bersangiz. Smart Lex bu O'zbekistonda yagona bo'lgan sun'iy intellektga asoslangan yuridik platforma bo'lib, bu Rossiyaning 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Dagzilla brendi asosida faoliyat yurituvchi texnologiya. Smart Lex bu platforma 24/7 rejimda ishlaydi. Ya'ni advokat kechasi bilan ishlash hojati yo'q. Buni afzallik tomoni xuddi siz xoh Surxondaryoda bo'lasizmi, Samarqanddami, Amerika, Rossiya, Ozarbayjonda bo'lasizmi, o'sha Smart Lex'dan xohlagan, istalgan joydan kirib foydalanishingiz mumkin. Platformaning eng kuchli tomonini shundaki, u bir necha murakkab vazifalarni osonlik bilan bajaradi. Birinchidan, hujjatlarni noldan yaratadi. Ya'ni shartnomalar, xatlar deymizmi, hujjatlar, arizalar hammasini noldan yaratib bera oladi. Ikkinchidan, shartnomalardagi asosiy nuqta tomonlarning huquq va majburiyatlarini darhol aniqlab beradi. Uchinchidan, katta hajmdagi hujjatlarni bir necha soniyada tahlil qilib bera oladi. To'rtinchidan, shartnomani mana ko'pchilik bilashadi, analiz na risk deydi, xavf-xatarlarga sun'iy intellektni o'zi tekshirib beradi. Beshinchidan, asosiysi matnlarni tahrirlash va takomillashtirishda yordam beradi. Va nihoyat O'zbekistonda hali bunaqasi yo'q. 40 tilda bemalol o'sha shartnomani 40 tildan ortiq tilda tarjima qila oladi. Va eng asosiysi bilingual tarjima bor. Ya'ni o'sha bitta shartnomada bir tarafda o'zbek tilida, ikkinchi tarafda siz istalgan tilda, yo rus tilidami, ingliz tilidami, xitoy tilidami, aytgan tilingizda bitta matnda ikki ko'rinib, ikkiga bo'lib shartnomani qilib beradi. Bu juda ham qo'l keladi. Faqat bizning platforma hozircha buni qila oladi
mijozlar orasida xalqaro shartnoma bilan ishlaydigan advokatlar ham bor. O'shalarga juda ham qo'l keladi. Ya'ni bir tarafda o'zbekcha, ikkinchi tarafda siz istalgan tilda tarjima qilib bera oladi. Saidullo Hasanovich, yana bitta hamma uchun qiziqarli bo'lgan savollardan biri, ya'ni advokatlar sun'iy intellektdan maksimal darajada foyda olishi uchun to'g'ri so'rov, ya'ni to'g'ri so'rov tuzish juda muhim ekanligini yuqorida bergan ma'lumotlaringizga ta'kidladi. Bu borada qanday yana siz amaliy maslahatlar bergan bo'lar edingiz? To'g'ri, tamoman to'g'ri. Ilgari ham bizani o'qitishardi. Yarim savol, ya'ni savolni to'liq tushunganing, bu javobni yarmini topding degani-da. Mana siz bilasiz-ku. ChatGPT dan xuddi shunaqa narsa. Agar ijara shartnomasini tuz desangiz, u natija umumiy bo'ladi-da, noaniq bo'ladi. Ijara shartnomasini tuz. Agar to'g'ri prompt qo'yish uchun mana sizga bitta misol keltiraman. Mana hozir yozdim. Toshkent shahrida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchiman. Toshkent shahar Yakkasaroy tumani, Yakkasaroy 5-A uy binosida menga ijara shartnomasini tuzib ber. Ijara bahosi 5 million. Tomonlarning huquq va majburiyatlarini o'zing belgila. Sen force major holatlarini ham belgila. Shartnomani analiz na riskka, ya'ni xavflarga tekshirib chiq desangiz, u sizga siz istalgandek shartnomani aniq va to'liq qilib bera oladi. Bu mavzu emas, mana shu loyiha bo'yicha yana bir qanaqadir amaliy maslahatlaringiz bormi bizni? Mana mana tarmoq hozir ko'pchilik sun'iy intellektdan foydalanadi, ya'ni o'sha ChatGPT, Cloud, Gemini va boshqa DeepSeek va boshqa sun'iy intellektlar bor. Savollarni to'g'ri qo'yish kerak. Savollarni ham bir necha qismga bo'lsa bo'ladi. Masalan, kirish qismi, bayon va asoslantirish qismini yozsangiz, u sizga xulosa qilib, chiroyli qilib yozib beradi, oladi. So'nggi savolim, sun'iy intellekt kelajakda yuristlarning ishini to'liq egallab oladimi? Bugungi talabalar yuridik fakultetga o'qiyotganlar xavotirda. Kelajakda ularga ish qoladimi? Shu juda ham dolzarb bu. Juda ham qiziqarli, ham dolzarb. Sun'iy intellekt yuristni o'rnini bosmaydi. Lekin sun'iy intellektdan foydalanmagan yuristni o'rnini bosadi. Nima demoqchiman? Sun'iy intellektdan foydalangan yurist advokatlar kelajakda o'sha sun'iy intellektlardan foydalanmagan, to'liq foydalanmaganlarni o'rnini bosib ketadi. Bu go'yoki ustoz shogirdga o'xshaydi. Siz ustoz, sun'iy intellekt shogird. Siz har doim shogirddan bir pog'ona ustun bo'lishingiz kerak va shogirdga to'g'ri yo'lni ko'rsatib turishingiz kerak. Sun'iy intellekt shu sizni ko'p ishlaringizni, ya'ni rutin ishlaringizni avtomatlashtirib beradi. Bir nimalari asosiy ishlaringizni avtomatga qo'yib beradi. Siz esa o'sha strategik fikrlash, masalan, mijozlar bilan ishlash, muloqotlar o'tkazish bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Sun'iy intellekt hali o'sha adolat degan, ishonchni himoya qilish prinsiplari degan narsa yo'q. Uni baribir ustoz kerak, ustoz bu ishlarni qilish kerak. Lekin sun'iy intellektga ham to'liq ishonib qolish kerak emas. Sababi sun'iy intellekt ham nima deydi, benzin pilaga o'xshaydi-da, elektr arraga. To'g'ri foydalanmasangiz, qo'lingiz kesib ketadi-yu, benzin pila. Xuddi shunaqa sun'iy intellektdan benzopilaga o'xshaydi. To'g'ri foydalanmasangiz, qo'lingiz kesib ketadi. Sun'iy intellekt ham xuddi shunaqa. To'g'ri foydalanishingiz uchun to'g'ri promptlarni qo'yishingiz kerak va unga o'zini qobiliyati doirasida ishlarni berishingiz kerak. Empatiya, masalan, boya aytib o'tganimdek, muzokaralar olib borish qobiliyati, strategik fikrlash, bular hammasi sun'iy intellektga yiroq. Inson baribir oxirgi xulosani inson chiqaradi, ya'ni siz chiqarasiz. Shuning uchun sun'iy intellektni bergan javobini advokatlar har doim yuristlar tekshirib turish kerak. Yuqoridagilardan yana eshitib, sizdan tinglab juda bir qiziqarli o'zim uchun nurlarni oldim. Bu platformani kelgusida, masalan, keyingi 5 yillikda kelgusida shu yuristlarni umuman, masalan,
advokatlarni, sudyalarni, tergovchilarni, umuman yuristlarni qanday tasavvur qilasiz? Mana shu platforma bilan agarda ularni ishini, faoliyatini tenglashtirmoqchi bo'lsak. Bu hozir ko'rib turibman, ko'pchilik yurist, advokatlarda qo'rquv bor, qo'rqish kerak emas. Transformatsiya deydi. Hamma sohada raqamlashtirish bo'lgani kabi, advokatura sohasiga ham raqamlashtirish keldi. Bu faqat o'sha boya aytib o'tganimdek mukammal ustoz bo'lish kerak, u raqamli shogirdingiz bo'lish kerak. Masalan, kelajakda qanaqa bo'ladi? Advokat mijoz bilan gaplashib turgan paytda sun'iy intellekt assistent rolini bajaradi, ya'ni sun'iy intellekt eshitib turadi. Bu funksiya SmartLex'da ham qo'yish niyatimiz bor. Mana siz bilan o'rtamizdagi gapni eshitib turadi va siz bilan misol uchun mana shu telefonni siz menga sotmoqchisiz, men esa telefonni olmoqchiman. Biz o'rtamizda gaplashib turgan paytimizda ob-havo haqida gapirdik, futbol haqida gaplashdik. Yozilib qoladi. Assistent esa eshitib turadi. Sun'iy intellekt eshitib turib va biz suhbatimizni tugatganimizdan keyin, shartnomani o'sha kelishganimizdan keyin siz bilan sun'iy intellekt hamma o'rtadagi keraksiz bo'lgan noo'rin so'zlarni hammasini olib tashlaydi. O'zbekiston Respublikasining qonunlarini kirgizib, biz bilan siz kutgan shartnomani chiqarib beradi. Filtrdan o'tkazib, sizni hamma suhbatimizni eshitib turibdi, shpionga o'xshab. Lekin u assistent, shpion emas va chiqarib beradi. Siz o'rningiz. Siz endi ko'zingiz nurini ketkazib kompyuterda soatlab o'tirmaysiz, soatlab yozib o'tirmaysiz, shablon ustiga shablon qilmaysiz. U sizga so'nggi texnologiyalar asosida sizni huquq va majburiyatlaringiz, meni huquq va majburiyatlarimiz hammasini ko'rsatib, hatto xavflarga ham tekshirib, kerak bo'lsa ikki tilda tarjima ham qilib berib, shartnomani chiqarib bera olardi. Bu qo'rqish kerak emas. Ustozim gapirardi-da, sun'iy intellekt sani ishingni olib qo'ymaydi. Lekin sun'iy intellektdan foydalanuvchi sani ishingni olib qo'yadi deb. Ko'rasizmi? Sun'iy intellekt meni ishimni olmaydi. Lekin kelajakda sun'iy intellektdan foydalanuvchi odam meni ishimni olib qo'yishi mumkin. Shuning uchun advokatlarga tavsiyam bo'lardi, sun'iy intellektdan ko'proq foydalanish kerak. Ko'proq o'sha sun'iy intellektga oid adabiyotlarni o'qish vaqti ham keldi demoqchiman. Bugun biz juda muhim mavzuni muhokama qildik. Ishonchim komilki, tinglovchilarimiz raqamli advokatura va sun'iy intellekt imkoniyatlari haqida juda ko'p yangi ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Aziz tinglovchilar, suhbatimiz so'ngida xulosa chiqarmoqchimanki, texnologiyalar biz xohlaymizmi, yo'qmi, hayotimizga kirib keladi. Muhimi ularni inson xizmatiga qo'yish, huquqiy yordamni tezkor va sifatli hammaga qulay qilish. Suhbat uchun bugungi media studiyamizning mehmonlariga Saidullo Hasanovichga va Abdulloh Sodiqqa o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Barchangizga raqamli advokatura olamiga omad tilayman. Xayr, salomat bo'ling.